Bismillahirrohmanirrohim. Savol beribdilar nazr haqida. Bir kishi Allohga qurbonlik qilaman deb nazr qilgan. Keyin qo'yni sotib, pulni boshqa narsaga ishlatsa, qurbonlik qilmaganiga kaforat bormi debdilar. Avvalasi bilinishi kerak, nazr qilinmaydi. Bu nazr qilish bu yaxshi ish emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, an-nazru la ya'ti bi khayr. Nazr hech qachon yaxshilik olib kelmaydi. Shuning uchun mana shunaqa savollar chiqib turadi orqasidan doim. Musulmon inson Alloh uchun bir ish qilmoqchi bo'lsa, nazr qilib qilmaydi uni, shunchaki qiladi. Nazr qilib qilish Allohga shart qo'yib qilishga o'xshab qoladi. Ya'ni masalan, agar xotinim farzand tug'sa, Alloh uchun bitta qurbonlik qilib beraman deydi. Endi nimaga agar tug'masa qilib bermaydimi? Ya'ni nima haqqi bor insonni Alloh taologa shart qo'yib ibodat qilishga? Xohlasin, xohlamasin qiladi inson. Shuning uchun nazr aslida bandalikka to'g'ri kelmaydigan ibodat. Rasululloh shuning uchun nazrda hech qachon yaxshilik olib kelmaydi deganlar. Inna yustakhraj bihi minal bakhil. Nazr bilan baxildan chiqarib olinadi bir narsani deganlar. Ya'ni nazr odam baxilligiga dalolat qiladi. Shunchaki qilmaydi, palonday qilib bo'lsa, palonday bo'lsa qilaman deydi. Bu insonni baxilligiga dalolat qiladi. Birinchidan shunday, ikkinchidan bu kishi hozir qurbonlikka nazr qildim deyaptilar. Agar bu qurbonlik deganda shunchaki bir hayvon so'yib berishni nazarda tutayotgan bo'lsalar yaxshi. Ya'ni bunga nazr qilsa bo'ladi. Lekin agar qurbonlik deganda haligi hayitdagi qurbonlik qilishga nazr qildim deyotgan bo'lsa, unga nazr qilinmaydi, o'zi u farz ibodat, u qodir bo'lgan insonga. Qodir bo'lgan insonga o'zi shunaqa ham farz ibodat. Inson o'zi vojib bo'lgan o'ziga, vojib bo'lgan ibodatga u inson nazr qilib o'tirmaydi, shundoq ham qiladi uni. Shuning uchun ikkita xato bor hozir bu yerda. Birinchisi o'zi shu nazr qilishligi o'zi yaxshi emas, ikkinchisi agar shu nazrni qurbonlik nazri deb nazr qilgan bo'lsa, mana bu holatda u qurbonlikka nazr qilishi ham shart emas o'zi. Lekin nima bo'lganda nazr qilib qo'yibdi mayli deylik. Nazr qilgandan keyin inson vafo qilish kerak. Alloh taolo bu nazrga vafo qiluvchilarga maqtov aytgan. Yufunna bin nazr, nazrlarga vafo qiladilar degan. Demak, agar bu inson endi qurbonlikka nazr qilgan bo'lsa, uni o'rniga qiymatini bersa bo'ladimi, yo'qmi deyaptilar. Bo'lmaydi qiymatini berishlik. Nima uchun? Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, "Man nazara an yuti'a Alloha falyuti'hu." Kim Allohga itoat bo'lgan biror narsaga nazr qilsa, Allohga itoat qilsin. Ya'ni nimaga qilgan bo'lsa, o'shanga qilsin degan. Nimaga nazr qilgan bo'lsa, o'shanga qilsin itoatni. Boshqacha ma'nolarga qarab itoat qilib ketmaydi. Ya'ni uni sadaqa qilaman, pulini yoki boshqa joyga ishlataman deb nazr qilib ketmaydi. Uning ustiga hozir bu yerda agar u kishi yuqorida aytganimdek qurbonlik kunida bitta qo'y so'yaman deb nazr qilgan bo'lsa, agar u qurbonlik o'tib ketgan bo'lsa, so'ymagan bo'lsa, nazrga vafo qilmagan hisoblanib qoladi. Nazrga vafo qilmagan hisoblanadi. Endi nazrga vafo qilmagan bo'lsa, nima qiladi desa, birinchidan vafo qilib beradi nazriga. Ikkinchidan bu nazrda kunga qaytlab qo'yganligi uchun go'yoki bu qasam ma'nosida bo'ladi. Qasam ichganligiga alohida kaforat beradi. Qasam ichganligiga alohida kaforat beradi agar qilmagan bo'lsa o'shani. Ya'ni nazrga vafo qilmagan bo'lsa. Uning kaforati nima? Fa kafaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqaba. Uning kaforati qasamni 10 ta miskinga taom beradi. Yoki ularga kiyim-kechak beradi yoki qul ozod qiladi bitta. Qachon agar yuqoridagi nazrga qasamiga vafo qilmasa. Yana ta'kidlab aytayapmiz, nazrga vafo qilish u vaqti belgilangan nazrga qazo qilib vafo qiladi, lekin u vaqtidan o'tkazib yuborganligiga kaforat beradi. Ikkalasini ham qiladi. Agar hali qurbonlik vaqti o'tib ketmagan bo'lsa, endi kelayotgan qurbonlik bo'lsa, ana unda o'sha qurbonlikni qilib beradi, tamom, boshqa kaforati yo'q. Uni lekin qiymatini berishi joiz emas. Chunki Alloh uchun qon chiqaraman deb nazr qildim, o'sha qon chiqish kerak. Bu oddiy sadaqa qilishlik kerak bo'lsa, shunda ham qilsin sadaqa, nazr qilishdan oldin. Endi nazr qilib qo'ydimi, nizom vafo qilishligi kerak. Illa qachon nazrni o'zgartirsa bo'ladi. Agar undan da foydaliroq narsa bo'lsa, masalan, to'g'risida hadis kelgan, bir inson agar nazr qilsa, Masjid-i Nabaviyda namoz o'qiyman deb, masalan. Endi bu odam nazrga vafo qilish kerak, chunki ibodatga nazr qildi. Endi aytaylik, Makka ga borib qoldi. Masjid-i Nabaviyga boradimi, yo'qmi noma'lum.
Shu paytda Makkada namoz o'qib qo'ysa, o'sha nazrini niyatidan o'tadi deyilgan. Nimaga desa, chunki Masjidun Nabaviyda namoz o'qigandan ham afzalda Makkada namoz o'qigan. Ana demak, shundan olishganki, bir inson nazr qilganda yanada foydaliroq narsaga o'zgartirsa, joiz bo'ladi. Ya'ni masalan, bitta odam qo'y so'yaman deb nazr qildi. Endi mol so'yadi. Joiz. Yana yaxshiroq. Yoki tuya so'yaman deydi. Yanada yaxshi. Ya'ni demak, nazrda yanada yaxshi narsaga qilsa, o'zgartirsa joiz. Lekin unga o'ziga o'xshagan qiymatiga yoki undan pastroq qiymatini berib qo'ysam bo'lmaydimi yoki boshqa kaforat berib qo'ysam bo'lmaydimi o'rniga desa bo'lmaydi. Chunki bu nazrda insonning tilidan chiqdi, otilgan o'qdek gap. Inson shunga vafo qilishiga shart bo'ladi. Demak, mana bu yerda hozir kishi qiymatni bermaydi, xulosa shu. O'sha nazr qilgan narsasini, qurbonligini qiladilar. Alloh alam.